Bu qora nuqtalar emas. Hozir esa nega shu paytgacha faqatgina ahvolni yomonlashtirganingizni tushunib olasiz. Hammaga assalomu alaykum. Siz Comics.uz kanaldasiz. Agar burningizda qora nuqtachalar bo'lsa, katta ehtimol bilan bu yog'li ipchalar bo'lishi mumkin. Va eng yomon xabari, ulardan butunlay qutulib bo'lmaydi. Yaxshi xabar esa ularni deyarli ko'rinmaydigan qilish mumkindir. Qarang, teshikchalarimizdan chiqayotgan narsa bu oddiy kir emas. Bu teri yog'i, o'lik hujayralar va chang aralashmasi bo'lib, pora ichida to'lib qoladi. Va muhim jihati shundaki, yog'li ipchalar bu normal holatdir. Ha, ular deyarli hammamizda bordir. Chunki poralar teri yog'ini ishlab chiqarish uchun juda ham kerakdir. Bu yog' esa terimizni himoya qilib beradi va qurib qolishdan oldini oladi. Lekin muammo shu narsa ko'payib ketganda boshlanadi. Shunda poralarimiz katta bo'lib ko'rinishni boshlaydi, burunda donalar paydo bo'ladi va o'shanda qora nuqtachalar ham paydo bo'lishni boshlaydi. Endi bir muhim mavzu, bu juda ham ko'p bahsga sabab bo'ladigan va o'zim ham bunga bu qadar tavsiya bermayman, lekin pora poloskasi 2 daqiqaning ichida qora nuqtalarni yo'qotadigan vositalar yoki-da kosmetologdagi tozalashlar umuman foydasiz emas. Men shuni ayta olamanki, ular haqiqatdan ham poralar tozalab beradi, lekin ular orqali teri bariningiz ham albatta buziladi. Endi qarang, qaysi biri sizga muhim? Bunisini o'zingiz tanlaysiz. Muammo boshqa yerda. Agar siz doim shunday vositalarga muhtoj bo'lsangiz, demak sizda uxodlaringiz terini yog' ishlab chiqarishni nazoratga olmayapti, nazorat qilmayapti. Bunday holatlarda yuzingizda yallig'lanish, akne, toshmalar va undan tashqari buzilgan bayrarga ham olib kelishi mumkin. Endi sizga poralarni bezib ketganlar uchun haqiqatdan ham ishlab beradigan sxemani aytaman. Yog'li ipchalarga qarshi eng samarali ishlab beradigan ingrediyentlardan bittasi bu salisil kislotasidir. Nega deb savol berishingiz mumkin? Chunki u yog'ni ichigacha kirib eritib boradi. Ya'ni undan foydalanganingizda porangizni ichigacha chuqur kirib boradi va barcha kirlarni va yog'larni tozalab beradi, tozalab oladi. Shuning uchun oddiy skrablar ko'pincha ishlamaydi va yordam bermaydi. Salisil kislotasi esa albatta ishlaydi va yordam beradi. Skrab esa faqatgina yuqori qavatga kirib ishlab beradi. Bundan tashqari teringizni ham shikastlab beradi. Agar siz hali ham skrabdan foydalanayotgan bo'lsangiz va skrabingiz bo'lsa, uni hoziroq ham tashlab yuborganingiz ma'quldir. Men sizga eng zo'r yaxshi variantlarni ko'rsataman. Cosrx brendidan tarkibida salisil bo'lgan yuvish uchun vosita, demak penka. Undan tashqari Anova brendidan tarkibida 2% becha kislotasi bo'lgan toner bilan foydalanishingiz mumkin va bularni foydalanganingizda 2-3 haftasidayoq o'sha yuzingizda effektini sezasiz va ko'rasiz. Keyingi bosqichimiz esa bu retinol. Hammamiz qo'rqadigan o'sha retinol. Retinoldan foydalanganimizda terimizni yangilanishga tezlashtirib beradi va poralarimizni qayta to'lib qolishini esa ham oldini oladi. Lekin faqat undan foydalanayotganingizda kechqurun foydalanasiz va sekin asta yuz parvarishingizga qo'shib qo'yishingiz mumkin. Va mana sizga oddiygina sxemani aytib o'tib ketaman. 10 ta mahsulotdan foydalangandan ko'ra va unaqa ko'p mahsulotdan foydalanish keragi yo'q. Oddiygina ertalab tozalash, undan keyin namlantirish va undan keyin albatta SPF. Kechqurun tozalash, undan keyin retinol, retinoldan keyin namlantiradigan kremdan foydalanganingiz ma'qul. Tarkibida keramidi bor, pantol bo'lgan kremdan foydalansangiz yuzingizni juda ham yaxshi tinchlantirib va namlantirib beradi. Mana shularni o'zi va har doim eslab qolishga harakat qiling. Sizning maqsadingiz poralarni yo'qotish emas, buni umuman iloji yo'q. Sizning maqsadingiz teringizda yog'ni ishlab chiqarishni normallashtirish va yog'ni haddan tashqari yig'ilib qolmasdan ko'p ishlab chiqmasligini yo'lga qo'yishdir.
Chunki poralar va teri yog'i sog'lom terining normal qismidir. Agar miflarsiz va shunday ofatlarni tahlil qilishni xohlasangiz, bizga obuna bo'lib qo'ying va kommentariyada yozing, siz buni qora nuqta deb o'ylarmidingiz yoki va yog' epchalari haqida avvaldan bilarmidingiz? Bizni kanalimizga obuna bo'ling va albatta bizga like bosing. Ushbu videoni o'zingizga bo'lgan yaqin opa-singil ukalaringizga yo'llab qo'ying. Ular ham bunday ma'lumotlarga ega bo'lishsin. Videomizdagi ko'rsatgan barcha mahsulotlarimiz bizning onlayn do'konimiz comix.uz saytimizda bor. Saytimiz orqali xarid qilib olishingiz mumkin. Eslatib o'taman, bizga yangi obuna bo'lganlarga bizni saytimizda birinchi xaridingiz uchun 10% chegirmaga ega bo'lasiz. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr!